Bugungacha bor narsamiz shu. Bizni emas, sizni. Bunaqa sharoitdan bizni nima qutqarishi mumkin? Bizni emas, sizni. Bunday holatdan bizni yaxshiroq qutqarish mumkin. Xotirjam bilan qazan. Ustalar nima ish qilishini bila olish kerak. Unaqada shu uyni chiroyli qilib remont qilishingiz kerak. Gips kartondan uramizmi? Gipsa gardon bizgacha olib ketilgan. Kechirasiz-ku, mana shu bizni tadbirimiz yoki uni boshqacha qilib aytganda operatsiya. Ustalar. Nima uchun ustalar? Ichimlik uchun. Ustalar. Avvalambor sizlar shpaklovkani 3-etajga chiqarishlaringiz kerak. Biz emas, siz. Yo'q, bu safar faqat siz. Siz tashiysiz. Tashish degan nima? Uchinchi etaj, uchinchi xona. Birinchi zinadan 60 zinagacha. Yo, to'g'ri kelmaydi. Hech qanaqa birinchi zinadan 60-zinagacha emas. Shpaklovkalar chiqarib beriladi. Remont qilinadigan mahsulotlar qayerdan olinadi? Remont qilinadigan barcha mahsulotlarni Arabondagi Aziz magazinidan olamiz. Yana savollar bormi? Qancha berasiz? 45 ming so'm. Yo, bu insof. Gap shu yerda qolsin-ku, ko'rdingmi yo'q? Ahmoqingiz yo'q. Ko'proq ishlayapman aboy bilan. Qancha so'raysiz? 50 ming. Roziman. Har bir kvadratiga. Roziman. Xudo madadkor bo'lsin.